Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Siz bilan Marbek Ergashev va Nuroki Tengish YouTube kanali. Bugun 3-kun, 100 kunlik 100 ta bepul dars video marafonimizning bugun sizlar bilan birgalikda Present Simple va Present Continuous'ning farqlarini o'rganib chiqamiz. Ana shu asosan chalkashtiradigan joylari va qo'shimchasiga yana takrorlash bo'ladi desak ham bo'ladi. Videoni boshlashimizdan avval siz uchun bir eslatma bor. Bu albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi Telegram kanalimizda kerakli barcha materiallar va testlar va undan tashqari video, ovozli chatlar uyushtirishga harakat qilamiz va undan yanayam bir yangilik bo'lish arafasida turibdi. Bu sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddamiz. Agarda kanaldan ko'proq manfaat olaman, ya'ni foydali bo'lishini istasangiz, videolarni asosan ko'proq ko'rishni istasangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu albatta biz uchun motivatsiya, kuch bag'ishlaydi. Sizning e'tiboringiz va kichkina bo'lsa qo'llovingiz ham biz uchun kuch va dalda beradi. Bunday bo'lsa darsimizni boshladik. Present Simple bu mavzuni o'rgandik. Agar hali ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimizga o'tib qo'ying. Kurs bo'limida ham yoki bo'lmasa 100 kun 100 ta dars playlisti ham joylashgan. Mana bu yuqori qismda belgilab o'taman. Present Simple. Biz bilamizki, Present Simple nimalar uchun ishlatiladi? Albatta muntazam, doimiy va fakt. Mana shu 3 ta so'zlar bilan eslab qolsak bo'ladi. Ya'ni inglizda habitual, permanent, facts. Har kun, har hafta doim qilinadigan ishlar, inglizda aytadigan o'sha repeated actions, doimiy holatlar, permanent situations, o'zgarmaydigan ma'noda keladi va umumiy faktlar va haqiqatlar, general truths and facts. Bu haqda Present Simple uchun alohida video darsimizda ham turli xil namunalar bilan ko'rsatilgan edi. Jadvallar va dasturlar. Bu jadvallar asosan bir kishiga emas, aksincha deyarli barcha uchun umumiy bo'lgan jadvallar uchun ishlatilishi mumkin. Odatlar va rutin, ya'ni bu insonning o'sha kundalik tartibini tushuntirib yasalishi. Bu subject, verb one yoki verb plus s yoki ies yoki es qo'shilishi. Qanaqa so'zlar bilan ishlatiladi? Ya'ni noaniq payt ravshlari. Every day, every week, every month, every year. Demak, o'sha every bilan birgalikda keladi. Always, usually, often, sometimes, rarely, never, seldom, once a week, twice a week, one Mondays, in the morning, in the evenings va boshqalar. Bular faqatgina mana shu time expression, ya'ni noaniq payt ravshlari, paytni bildiruvchi so'zlar bilan keladi degani emas. Bundan boshqa so'zlar bilan ham kelishi mumkin. Misollar bilan ko'rib chiqamiz. I work at a bank. Men bankda ishlayman. Bu ya'ni doimiy ma'noni, permanent job. She drinks coffee every morning. U har kuni ertalab qahva ichadi. Bu odat, ya'ni habit. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi. Demak, bu fact yoki general truth. Train leaves at 9 a.m. Poyezd soat 9 da jo'naydi. Bu jadval. Demak, bu barcha uchun jo'naydi. Bu esingizda bo'lsa, ana shu qismi kelajak ma'nosini ifodalardi. I don't like spicy food. Menga o'sha achchiq ovqatlar yoqmaydi. Yoki yoqtirmayman. Doimiy afzallik, permanent preference ga to'g'ri keladi. Present continuous nimalar uchun ishlatiladi? Present continuous bu hozirgi, vaqtinchalik va o'zgarayotgan, ya'ni trendlar uchun desak ham bo'ladi. Now, temporary, changing. Mana shu 3 ta so'z bilan eslab qolsak bo'ladi. Undan tashqari o'zbek tilida juda ham ko'pchilik misollarida yapti qo'shimchasi qo'shilishi mumkin ekan. Ya'ni bo'lyapti, shevalarda o'zgarishi mumkin albatta. Ya'ni bo'lmoqda, bo'lyapti yoki boshqalar. Hozirda, ayni damda sodir bo'layotgan ish harakatlari. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak, actions happening now. Ya'ni hozir nimalar bo'lyapti? Gapirayotgan vaqtimizda yoki o'zi umuman hozirgi faoliyatlar haqida nima bo'lishidan qat'iy nazar ishlatishimiz mumkin ekan. Vaqtinchalik harakatlar, temporary situations. Demak, hozir qayerdadir ishlayapti, kafeda ishlayapti yoki boshqa narsalar. Uzoq davom etayotgan, etmaydigan, o'zgarayotgan vaziyatlar, tendensiyalar. Changing situations and trends. Ya'ni borgan sari nimadirlar bo'lyapti. Aytaylik, kunlar isib ketyapti, yildan yilga nimadir boshqacha bo'lyapti, yoki narxlar oshyapti va boshqalar. Aniq rejalashtirilgan kelajak. Demak, yaqinda qayergadir uchib ketmoqchi yoki уже bilet olingan yoki umuman allaqachon rejalashtirib qo'yilgan narsalar va oxirgisi shikoyat, complaints. Bu yerda always va constantly bilan ko'p ishlatiladi. Biror bir insonning yoki biror bir holatda biror narsaning aynan
har doim mana shu narsani takrorlanayotganligi va yoqmayotganligi emotsiya bilan ifodalanadi. Keling, bunga ham misollar ko'rib chiqamiz va misollardan avval biz albatta uning yasalishi va qanaqa so'zlar bilan kelishini ko'rib chiqamiz. Subject to be fe'li hozirgi zamon shaklida va verbga ing qo'shiladi. Subject o'sha ega vazifasida keladigan so'zlar o'sha olmoslar bo'lishi mumkin. Men, sen, biz, siz, ular va undan tashqari ismlar ham bo'lishi mumkin. To be fe'lini hammamiz yaxshi bilamiz va fe'lda ing esdan chiqmasligi kerak. Present continuous haqida ham alohida darsimiz bor. Bu ikkinchi kunda o'tilgan. Vaqt so'zlari qanaqa so'zlar ishlatishi mumkin ekan? Demak, zamonning ma'nosidan kelib chiqqan holatda now, right now, at the moment bular hozir degani currently, at present, hozirda, today, this week, this month, this year, these days, nowadays, shu kunlarda va undan tashqari e'tibor va diqqatni tortuvchi so'zlar look, watch out yoki listen bo'lishi mumkin ekan. Misollar ko'rib chiqamiz. I'm working on a project right now. Men hozir loyiha ustida ishlayapman. Demak, bu yerda now so'zi o'sha hozirni bildiryapti. She's drinking coffee at the moment. U hozir qahva ichyapti. Ayni damda, ayni paytda. At this moment. The sun is setting. Quyosh botmoqda. Hozir sodir bo'lyapti. Qachon? Ayni hozir bo'layotgan narsalar. I'm leaving at 9 a.m. tomorrow. Men ertaga soat 9da ketyapman. Allaqachon reja aniq. I'm not liking this movie desak, bu gapimiz xato bo'ladi. Sabab bu holat fe'li. Holat fe'lini to'laqonli tushuntirilgan videosini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. Ushbu mavzu bir qancha chalkashtiradigan holatlar bor. Keling, har birini batafsil taqqoslab chiqamiz. Misollari va farqlari bilan, ya'ni jihatlari bilan. Doimiy va vaqtinchalik. Demak, boya ko'rganimizdek, doimiy narsalarga, doimiy holatlarga, doimiy ishlarga ko'proq present simple mos ekan. Uzoq davomda o'zgarmaydigan, ya'ni uzoq payt davomida o'zgarmaydigan ishlar, inglizcha aytadigan bo'lsak long lasting unchanging situations. I live in Tashkent. Demak, bu Toshkentda yashaydi. Doimiy Toshkentda yashab kelyapti. Doimiy Toshkentda yashaydi. She works as a teacher. U o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Doimiy kasbi bu. We own a car, ya'ni bizda mashina bor. O'zi bu yerda we are owning ishlatilmasligi mumkin. Sababi ko'pchilik egalik ma'nosini bildiradigan fe'llar ham holat fe'li hisoblanadi. Permanent possessions. He speaks 3 languages. U 3 tilda gapiradi. Bu doimiy til qila oladi, qobiliyat ma'nosida ishlatilyapti, lekin shu ma'noda, demak, doimiylikni sezishimiz mumkin ekan. They have 2 children. Uning 2 ta farzandi bor. Doimiylik, ya'ni permanent state. Present continuous esa temporary situation. Qachon? Qisqa davom etadigan, uzoq davom etmaydigan holatlar. Short term yoki not permanent deb eslab qolsak bo'ladi. I'm living in Tashkent this year. Men bu yilcha Toshkentda yashayapman, ya'ni keyingi yil yoki ozroqdan keyin ko'chib ketadi. She's working as a teacher this summer. U bu yozda o'qituvchi bo'lib ishlayapti. Demak, faqatgina mana shu yoz. Bu yozdan oldin boshqa ishlaydi va bu yozdan keyin ham boshqa ishda bo'ladi. We're using my friend's car. Biz do'stimning mashinasidan foydalanib turibmiz yoki foydalanyapmiz vaqtinchalik. He's learning Spanish. U hozir o'rganyapti, ya'ni davom etayotgan jarayon bo'lyapti bu yerda. They're staying at a hotel. Ular mehmonxonada turishyapti. Demak, vaqtinchalik harakat yoki holat. Ikkinchi asosiy farqlari bu odatlar va hozirgi harakatlar. Habits and current actions. Habits deganda o'zi biz bilamiz, present simple hayolimizga keladi. Current actions, ya'ni hozirgi harakatlar, bu present continuous. Odatlar qachon bo'ladi? Albatta, muntazam ravishda takrorlanadigan ishlar. Regularly repeated actions. I wake up at 7 a.m. every day. Men har kun soat 7da uyg'onaman. Bu odat. She goes to the gym 3 times a week. U haftasiga 3 marta sport zaliga boradi. We have dinner at 8 p.m. Men soat 8da kechki ovqat yeymiz yoki kechki ovqatlanamiz. He plays football on Sundays. U yakshanba kunlari futbol o'ynaydi. Bu odat, bu davom etadigan activity hisoblanadi. Har doim davom etadigan. They watch TV in the evening. Ular kechga televizor tomosha qiladi. Demak, bu odat bo'lib qolgan. I always brush my teeth before bed. Men yotishdan avval har doim tishimni yuvaman. Bu yerda always da yashirib e'tibor bersangiz, hech qanaqasiga jahl, har doim shunaqa bo'lyapti degan ma'no yo'q. Endi esa
hozir sodir bo'layotgan narsalar. Ya'ni ayni damda bo'layotgan actions happening at this moment, at the moment. I'm waking up now. Men hozir uyg'onyapman asta-sekinlik bilan. Ya'ni tasavvur qiling, onamiz eshikda yoki uydagilarimiz, ota-onamiz eshik taqillatyapti yoki kimnidir uyg'otyapmiz. Keyin mana shunaqa javob berilyapti. Ya'ni I'm waking up now, please come later. Men endi uyg'onyapman. Please wait. Balki misolim uncha chiroyli chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin taxminan shunaqa. She's going to the gym right now. U hozir sport zaliga ketyapti. Ya'ni hozir bo'lyapti. Bu doimiy takrorlanayotgan yoki odatiy emas. We're having dinner at the moment. Biz kechki ovqat yeyapmiz. Hozir, ayni paytda sodir bo'lyapti. He's playing football. U futbol o'ynayapti. Demak, u ham hozir bo'lyapti. They are watching TV. Ular televizor tomosha qilyapti. Boyagi gapimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular odati televizor tomosha qilish, bu yerda esa o'sha televizorni hozir tomosha qilayotganligi ko'proq, ya'ni now, hozir. I'm brushing my teeth now. Men hozir tishimni yuvibman. Har bitta gapni bir-biriga taqqoslab ko'ring albatta. Ushbu faylni yuklab olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili va mana shu fayl linki izoh qismida qoldiriladi. Faktlar va o'zgarishlar. Mana bu ham asosiy o'zgarishlardan biri. E'tibor bersangiz, bu 3-chi o'zgarish bo'lyapti. Faktlar esa albatta boya ko'rdik, general trust, ya'ni bu present simple. General facts and universal trust yoki general trust ham desak bo'ladi. Umumiy haqiqatlar, o'zgarmas haqiqatlar, ilmiy faktlar va umumiy hammaga aniq bo'lgan ma'lumotlar. Water boils at 100 degrees Celsius. Ya'ni suv 100 gradus Celsiusda, ya'ni Selsiyda yoki suv 100 darajada qaynaydi. Bu ilmiy fakt. The earth revolves around the sun. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bu umumiy haqiqat. Cats eat meat. Mushuklar go'sht yeydi. Bu ham umumiy fact yoki general fact. Inglizda aytadigan bo'lsak, summer comes after spring. Yoz bahordan so'ng yoz keladi. Yoz bahordan keyin keladi yoki doimiy qonuniyat, permanent pattern. Tashkent is the capital of Uzbekistan. Toshkent O'zbekistonning poytaxti. Fact. Plants needs water to grow. Plants need to water grow. Ya'ni o'simliklar o'sish uchun suvga muhtoj yoki suv kerak. Bularning barchasida farqini sezishingiz mumkin. O'sha present simple faktni bildiradi. Endi esa o'zgarib borayotgan holatlarni ko'rib chiqamiz. O'zgaradigan vaziyatlar. Bu trends deb aytishim mumkin. Changing situations, changing trends. Asta-sekin o'zgarayotgan holatlar, rivojlanayotgan tendensiyalar. Gradual change, developing trends yoki ingliz tilida the climate is changing. Iqlim o'zgaryapti. Demak, mana shu change umuman so'zyapmiz, ya'ni iqlim oldingiga qaraganda har yili yoki bir muddat davomida o'zgarib boryapti. Bu narsa davom etayotgan o'zgarish, ongoing change yoki ongoing process. The earth's temperature is rising. Yerning harorati ko'tarilyapti. Bu trend. People are eating more healthy food nowadays. Odamlar bu hozirgi kunda ko'proq sog'lom taom yeyapti. Hozirgi tendensiya, current trend. Demak, odamlar oldingiga qiyoslaydigan bo'lsak, ko'proq sog'lom taom yeyishga harakat qilyapti yoki yeyapti. Technology is developing rapidly. Texnologiya tez rivojlanyapti. Bu davom etayotgan jarayon, ya'ni ongoing process. The population is growing. Aholi o'sib boryapti. Bu o'sish jarayoni, growing process. Price are increasing. Narxlar oshib boryapti. O'sish tendensiyasi, ya'ni rising trend bo'lyapti. Xo'p, savol tug'ilishi mumkin. Biz mana shu so'zlar yoki bularni qanaqa tushunsak bo'ladi? Mana bu ekranda ko'rishingiz mumkin. Ushbu fe'llar aynan o'sha trend va o'zgarishlarni bildiradi. Ko'proq mana shular bilan ishlatiladi. Get, become, grow, increase, decrease, rise, fall, improve, worsen, change, develop and evolve. Mana shu so'zlar ko'proq mana shu trend ma'nosida yoki o'zgarayotgan tendensiya, umuman mana shu ishlatilishiga ko'proq mos tushadi. Bu qismi tugadi. Keyingi videomiz holat fe'llar haqida bo'ladi. Batafsil tushuntirilgan va undan keyin esa boshqa zamonlarga o'tib boraveramiz. Keling endi o'rganganlarimiz va bilgan narsalarimiz bo'yicha biroz test ishlaymiz. Testni test-bozor.uz saytida ishlaymiz. Testbozor.uz haqida batafsil tushuntirib beraman yana. Oldingi videolarda ham bor edi bu.
va undan tashqari Telegram kanalimizga obuna bo'ling, sababi u yerda barcha kerakli narsalar saqlanadi. Endi keling, sizlar bilan o'rgangan bilimlarimizni birgalikda testbozor.uz saytida test ishlash va tahlil qilish orqali mustahkamlaymiz va undan so'ng sizga uyga vazifa faylini topishni va bajarish tartibini tushuntirib beraman. Testbozor.uz haqida ega bo'lmaganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman. Testbozor.uz sayti bu o'zida juda ham ko'plab imkoniyatlarni jam qilgan veb-sayt. Ayniqsa bilimingizni tekshirish va bilimingizni tekshirish orqali sertifikatga ega bo'lish uchun va faqatgina test ishlash emas, undan tashqari mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, olimpiada qilib o'tkazilishi mumkin. Ya'ni siz mana bu yerda o'zingizni qurilmangizda yuqori xavfsizlik va tekshiruvlar kontrol ostida olimpiadada qatnashishingiz mumkin. Bu nafaqat o'quvchilar uchun, balki maktab uchun yoki tashkilotlar uchun bo'lishi mumkin. Mock imtihonlar IELTS va TOEFLga oid deyarli bir xil ko'rinishdagi testlarni topshirishingiz mumkin. To'g'ri, hali multi-levelda kompyuterda ishlash mumkin iloji yo'q, lekin mana bu yerda o'zingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, siz mana bu qismida o'zingiz uchun kerak bo'ladigan resultni xulosalarni olishingiz mumkin. Mana bu yerda tekin mana bemalol kirib ishlashingiz mumkin bo'ladi. TOEFLga oid testlar qo'shilmagan ekan, lekin mana IELTS mock test bor ekan. Va yana albatta kategoriyalarga o'tib, umuman tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'plab fanlarga oid testlar topishingiz mumkin. Fizika, kimyo, biologiya, tarix. To'g'ri, hali hammasiga testlar qo'shilmagan, lekin asosan ingliz tilida yetarlicha test bor. Turli xil bo'limlar, qaysi kitoblardagi yana testlar qo'shilish arafasida va yaqin noyabr oyining ichida 100 dan ortiq alohida kviz testlar joylanadi. Ya'ni bu yerda 1000 dan ko'p savollar bo'ladi. Biz uchun kerak bo'ladigan onlayn kurs kategoriyasiga o'tamiz. Mana biz onlayn kurs kategoriyasini tanladik. Endi esa o'zimizga kerakli bo'lgan Present Simple va Present Continuous testini olamiz. Testga kirish uchun albatta biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Ism familiyangizni kiritasiz, email manzili, parol va mana bu yerda shartlari berilgan. Ana shunday qilsangiz bu xavfsizlik uchun. Test olindi. Testda juda ham foydali jihati bu, siz mana bu yerda har bitta ishlagan savolingizni o'zingiz uchun tekshirib olish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni izohlash va kitoblardan qidirish nima uchun to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bir vaqt o'zida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. It's so annoying. U har doim complain, shikoyat qilmoq bu juda ham yoqimsiz, ya'ni jahlni chiqaradigan. Demak, esingizda bo'lsa, biz always bilan present continuous'da ko'rgan edik. Shikoyat ma'nosini bildiradi. Undan tashqari to be fe'li turibdi. Demak, biz faqatgina bu yerda ing qo'yishimiz mumkin. Javobni tekshirish tugmasini bosish orqali siz nima uchun aynan shu javob to'g'ri bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. Always present continuous shikoyat, bezovtarlik, he is always complaining. Demak, emotsional ma'no. Nowadays more people online instead of going to stores. Shu kunlarda ko'plab odamlar onlayn savdo qilyapti, ya'ni bozorlik qilyapti, shopping qilyapti. Do'konlarga borishning o'rniga are shopping online. Va bu esingizda bo'lsa, trendni ifodalaydi, ya'ni hozirgi kunda, shu kunda hozirgi tendensiya, o'zgarayotgan holat va yangi trend uchun present continuous are shopping. Keyingisi, technology is so fast that it's hard to keep up. Texnologiya o'zgarib boryapti. O'zgarib boruvchi tendensiya, o'zgarishlar is changing. Keling, javobni tekshirib ko'ramiz. O'zgarayotgan vaziyat, rivojlanish jarayonida, change so fast, hozirgi tez o'zgarish, present continuous. My dentist tomorrow at 3 p.m. I have an appointment. Mening, demak, o'sha uchrashuv bor, belgilangan. Men shifokorim bilan soat tushdan keyingi 3 da ko'rishaman. I am seeing. Bu yerda see uchrashmoq ma'nosida action, ya'ni holat fe'li ma'nosini bildiradi. Bu state verbs mavzuga ham oid ekan.
Qaysi javobda ikkala gap ham to'g'ri? They are believing, they believe. She is wanting, she wants. He is reading, he reads. I'm understanding, I understand. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, A, B va D variantlarida holat fe'li ishlatilgan. Ya'ni ishonmoq, xohlamoq va tushunmoq fe'llari continuousda ishlatilsa to'g'ri kelmaydi, ya'ni ma'nosi to'g'ri chiqmaydi. Shuning uchun C javob ko'proq to'g'ri. Bu narsani javobni tekshirish orqali ko'rishimiz mumkin. Read action verb, ya'ni holat fe'li, harakat fe'li bo'lganligi uchun ham ikkala zamonda ham ishlatilishi mumkin. Aksincha mana bu fe'llar esa holat fe'llari va bu zamonlarda continuousda ishlatib bo'lmaydi bu fe'llarni. She is a teacher, it's her permanent job. Bu u o'qituvchi bo'lib ishlaydi, bu uning doimiy ishi. Doimiylik ma'nosini esingizda bo'lsa present simple'da ko'rgan edik. Doimiy ish, doimiy kasb holatlari uchun present simple ishlatilgan works. About changing my job, I'm not happy here. Men o'ylab bosh qotiryapman o'sha ishimni o'zgartirishda. Men bu yerda xursand emasman yoki baxtli emasman. Think about o'ylamoq ma'nosida action verb, ammo hisoblash degan ma'noda esa state verb hisoblanadi. Qaysi gapdagi present continuous noto'g'ri ishlatilgan? Mana bu yerda endi biz noto'g'ri gapni topishimiz. The economy is growing rapidly. I'm meeting my friend tomorrow. She's always losing her keys. I'm knowing the answer to this. I know bo'ladi, ya'ni men bilaman ma'nosida. Sabab know holat fe'li. The water turn off the stove quickly. Suv qaynayapti, o'chiring. Are boiling qo'ya olmaymiz, chunki sababi suv birlikda. Boil ham qo'ya olmaymiz. Hozirgi holatda bildiruvchi is boiling. The chef the soup to check if it needs more salt. Tekshirib ko'rish, test qilib ko'rish bo'lsa, bu yerda taste, ya'ni o'zi aslida 5 ta. Taste, smell, 4 ta ekan, uzr. 4 ta sense. Ya'ni sezgi organlari o'sha fe'llar holat fe'li hisoblanadi, lekin tekshirib ko'rish ma'nosida kelsa, ular harakat fe'liga aylanadi. Ta'm beryapti emas, aksincha ta'mini ko'ryapti, tekshirib ko'ryapti bo'lsa, ingda ishlatiladi. Price every year because of inflation. Mana bu yerda every year turibdi, ya'ni demak har yilgi takrorlanish yoki haqiqat bu narsa increases yoki increase bo'ladi. Prices muntazam takrorlanuvchi umumiy holat va har yil bo'ladigan narsa bu present simple, ya'ni increase. Mana bu yerda esa these days deyarli hammasi mana shu ma'noda narxlar ko'tarilyapti, increasing. Va boshqalar. Keling testda qolgan qismini o'zingizga qoldiraman. Ya'ni siz testda qolgan qismini o'zingiz ko'rib ishlab ko'ring. Mana bu yerda o'tilgan barcha mavzular berilgan. Undan tashqari vaqtga ham e'tibor berib qo'ying, sababi bitta savol 1 daqiqa vaqt berilgan edi. Endi esa yakunlash tugmasini bosamiz. Biz tabiiyki 30 ta savoldan 12 tasi va mayli mana 13 tasi deylik, 13 tasini ishladik, 13 ta to'g'ri chiqadi va uning batafsil izohini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi esa batafsil natijalarni ko'rish tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, qaysi savollarga to'g'ri javob berganligimiz, necha ball olganligimiz, present continuous va nimalarda ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari qaysi savollarga javobda xato ishlaganlarimiz hammasini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar bu narsani keyinchalik ham ko'ra olamanmi degan xayollar bo'lsa, albatta fikringiz mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana hozir ishlagan testlar, natijalar qismida esa umumiy ishlagan. Batafsil ko'rish tugmasini bosasiz bu qismda ham. PDF orqali yuklab olishingiz mumkin. Albatta testga baho qo'yishni unutmang. Testga izoh qo'yishingiz bu sizdan keyingi test ishlovchilar uchun review, bu testning qanaqa ekanligi haqida fikr uyg'otadi. Yaxshi fikr yoki yomon fikr.
Undan tashqari esa mana bu yerda PDF yuklash bor. Ya'ni PDF holatida natijalaringizni yuklab olishingiz mumkin. Albatta, bu imkoniyatlarning barchasi qulaylik uchun testbozor.uz saytida. Natijalar ro'yxati esa orqaga qaytish bo'ladi. Undan tashqari har bitta ishlagan sertifikat olishingiz mumkin. Bu yerda sertifikat, bu profilda sertifikat yo'q va testda oxirigacha ishlamaganimiz uchun sertifikat bermadi. Keling, sizga sertifikat namunasi ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda sertifikatlar bo'limiga o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi o'ta aniqlikda ishlaydigan, juda ham qulay veb-sayt. Albatta kiring, o'zingizga kerakli bo'lgan xususiyatlardan foydalaning. Endi esa keling uyga vazifa qismiga o'tamiz. Uyga vazifa barchasi bitta faylda joylashgan va u faylni videoning izoh qismida yoki Telegram kanalimizda Day 3 exercise, ya'ni 3-kun mashqlari fayldan topasiz. U worksheetda, ya'ni mashqlar qo'llanmasida qoidalar va undan tashqari mashqlarning batafsil izohlangan javoblari berilgan. Albatta ularni bajaring. Mashqlar asosan kommunikativ ko'nikmalarga moslashgan. Aytaylik, speaking, writing, reading, albatta ana shular uchun moslashgan. Bu esa sizga nafaqat grammatik bilimni, balki imtihonga mos va odatiy hayotga mos ingliz tilini birgalikda rivojlantirish imkoniyatini beradi. Siz bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Marbek Ergashev, Rocket English YouTube kanali bo'ldi.